Assalomu alaykum. Yurtimiz va dunyoda sodir bo'layotgan xabar va tafsilotlar bilan efirda Fresh News informatsion dasturi. Studiyada Azbek Mehriddinov. Bugun dasturimizda Afrosiyob tezyurar poyezdining lokomotivida yong'in chiqdi. Andijonda 20 yoshli haydovchi gaylardan qochib, yo'l transport hodisasini sodir etdi. Giyo kirish uchun Italiyaning klubi kurashga qo'shildi. Bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida batafsil. yo'l harakatidagi madaniyatni kuchaytirish bo'yicha xabar. O'zbekistonda avtomobillardan axlat tashlaganlar uchun jarima miqdorini oshirish rejalashtirilmoqda. Dastlab shu haqda. Amaldagi qonunchilikka ko'ra bunday qoidabuzarliklar uchun belgilangan jarima miqdori 1 dan 3 tagacha asosiy hisoblash birligiga teng. Bu esa 2025-yil holatiga ko'ra 340 ming so'mgacha bo'lgan jarimani anglatadi. Yangi taklifga ko'ra esa bu ko'rsatkichlar sezilarli darajada oshiriladi. Birinchi marta qoidabuzarlik sodir etgan fuqarolarga 3 dan 5 tagacha, takroriy qoidabuzarliklar uchun esa 10 dan 15 tagacha asosiy hisoblash birligi miqdorida jarima qo'llanishi mumkin. Bu tashabbus 2030-yilgacha mo'ljallangan ekologik islohotlar doirasida amalga oshirilayotgan bo'lib, aholi o'rtasida ekologik madaniyatni yuksaltirish, axlat tashlash holatlarini kamaytirish va toza muhitni ta'minlashga xizmat qiladi. ...24 yoshli andijonlik ayol shantaj qilmoqda. Ta'kidlanishicha, uyatsiz harakatlarni Ichki ishlar boshqarmasiga oshkor qilmaslik va bir oilani buzmaslik uchun iPhone talab qilingan. Tafsilotlar muxbirimiz nafasida. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan fuqaroning arizasiga asosan o'tkazilgan tezkor tadbirda tovlamachilik jinoyati fosh etildi. Bu haqida viloyat Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar qildi. 2001-yilda tug'ilgan ayol o'zga tanish bo'lgan erkak tomonidan unga nisbatan sodir etilgan uyatsiz buzuq harakatlar yuzasidan Ichki ishlar organiga qilgan arizasini qaytarib olish hamda ushbu holatni erkakning oila a'zolariga oshkor qilmaslik evaziga 1 dona iPhone 16 Pro rusumli telefon apparatini olib berishligini talab qilib, oldindan 700 AQSh dollari olgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Andijon shahri bo'yicha Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Yana Andijon e'tiborimiz markazida 20 yoshli haydovchi GAI xodimlaridan qochib yo'l transport hodisasini sodir etgan. Muxbirimiz batafsil so'zlab beradi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati xabariga ko'ra 2025-yil 26-may kuni soat 14:00 larda Andijon tumani Yangi Asaka yo'li hududida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan Nexia 2 rusumli avtomobilga hujjatlarni tekshirish maqsadida to'xtash ishorasi berilgan. Ammo haydovchi 2005-yilda tug'ilgan AM ismli shaxs yo'l patrul xizmati inspektorining qonun talabiga bo'ysunmasdan Asaka tumani hududi tomon ketib borgan. U shuningdek Asaka tumani Ko'rkam mahalla fuqarolar yig'ini hududida xizmat olib borayotgan bir nechta jamoat transporti xavfsizligini ta'minlash bo'limi hamda yo'l patrul xizmati inspektorlarining qonuniy talablariga bo'ysunmasdan harakatlanib ketayotgan vaqtida ichki ko'chadan asosiy yo'lga keskin chiqib yuborish oqibatida o'z yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Labo va Captiva rusumli transport vositalari bilan to'qnashib, yo'l transport hodisasini sodir etgan. Mazkur holat yuzasidan Asaka tumani Ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan haydovchi AM ismli shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 288-moddasi tartibida tuman Ichki ishlar boshqarmasining vaqtinchalik ushlab turish hibsxonasiga joylashtirilib, hozirda dastlabki surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Birinchi iyun bolalar kuni munosabati bilan yaxshi tashabbus ilgari surildi. Gap shundaki, har oy 2-haftasining shanba va yakshanba kunlari oila va jamoa bilan sayohatga chiqish kuni deb belgilandi.
Endi har oyning 2-haftasining shanba va yakshanba kunlari rasmiy ravishda oila va jamoa bilan sayohatga chiqish kuni sifatida belgilandi. Bu qaror O'zbekiston bo'ylab sayohat qil dasturi doirasida qabul qilinib, yurtimiz aholisini faol dam olish, ichki turizmni rivojlantirish va eng muhimi yaqinlari bilan unutilmas onlarni baham ko'rishga da'vat etadi. Endi siz har oyda 2 kun oila, do'stlar va jamoangiz bilan birga bo'lib, O'zbekistonning betakror tabiati, tarixiy obidalari va milliy qadriyatlarini qaytadan kashf etishingiz mumkin. Mutaxassislar fikricha, bu tashabbus xalqimizning madaniy hordiq chiqarish imkoniyatlarini kengaytiradi, oila rishtalarini mustahkamlaydi va ichki turizmga yangi surat bag'ishlaydi. Mudhish voqea: Afrosiyob tezyurar poyezdining manyovr lokomotivida yong'in chiqdi. Tafsilotlarni muxbirimiz navbatdagi lavhada taqdim etadi. Qayd etilishicha, yong'in faqat poyezdni tashish bo'yicha yordamchi ishlarni bajaruvchi manyovr lokomotiviga ta'sir qilgan. Afrosiyob poyezdi yong'inga uchramagan va ertaga jo'nab ketadi. Yonayotgan teplovoz ichida yo'lovchilar borligi haqidagi da'volar noto'g'ri. Hodisa muntazam reysdan tashqarida sodir bo'lgan va o'sha payt poyezd yo'lovchilarni tashimagan. Mutaxassislar voqea joyiga tezda yetib kelishdi va yong'inni muvaffaqiyatli bartaraf etishdi, deyiladi munosabatda. Ta'kidlanishicha, Afrosiyob elektropoyezdining barcha reyslari jadvalda o'zgarishsiz amalga oshiriladi. O'zbekiston temir yo'llari yong'in tafsilotlari haqida keyinroq xabar berilishini ma'lum qildi. Gyökeresh uchun Italiya A seriyasining klubi kurashga qo'shildi. Tushunganingizdek, dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. Turinning Juventus klubi Sporting hujumchisi Viktor Gyokereshni yozgi transferlar oynasida qo'lga kiritmoqchi. Bu haqda La Gazzetta dello Sport xabar berdi. Manbaga ko'ra, Turin klubi yozda top hujumchi bilan shartnoma imzolamoqchi. Dušan Vlahović jamoada qolishni istamayapti. Juventus yozda serbiyalik forvard bilan xayrlashmoqchi. Klubning asosiy transfer maqsadi Napoli hujumchisi Viktor Osimhen bo'lib turibdi. Gyokeresh muqobil variant sifatida qaralmoqda. Shvetsiyalik hujumchi yakunlangan mavsumda Sporting safida barcha turnirlarda 51 ta o'yinda maydonga tushib, 53 ta gol urdi va 13 ta assistni qayd etdi. Futbolchining bozor narxi 75 million yevroni tashkil etmoqda. Uning Sporting bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va tafsilotlarimiz shulardan iborat edi. Siz Fresh News informatsion dasturini tomosha qildingiz. Bizdan uzoqlashmang. Oldinda ob-havo ma'lumotlari. Salomat bo'ling.